Biz endi Alloh bersa mana bugun 8-iyun kunini qo'zg'alamiz. Biz 7-iyul kunini Qozonda bo'lamiz 1 oydan so'ng. Biz 1 oyga boramiz Alloh bersa. Marshrutimiz Ekonom Qozon kombi, ya'ni biz endi boshda Dubayga uchamiz. Dubaydan endi biz avtobus bilan boramiz. Alloh taolo barimizga eson sog' borib, endi qabul hajlarini o'tab qaytara nasib bo'lsin. Hajlarimiz eson sog' bo'lsinlar. Endi butun shu hajlarimizni uyushtiruvchilarga barimizga eson sog' xayrli amallar o'targa nasib bo'lsin. Mevlana Celaleddin Rumi deb aytdi, "Ağır deb aytasan, ağır bo'lurga teyish de sinov bo'lib sanalsin" deb. Sinov bit. Asıl hajga bir tapqir borasiz, ikkinchi tapqir ul nafil haj bo'lib sanaladi. Farz haj ul umringizda bir tapqir gina. Shunga ko'ra andan so'ng sizning haj yanında da bir galochka qo'yilacak, umrga haj o'tildi degan so'z inshaalloh durust ettirib, o'rnina yetkirib qilirga nasib bo'lsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytdi, "Man hajja lillah", kim Alloh rizoligi uchun haj qilsa, haj ibodatini o'tasa, falam rafasa va lam yafsuq, talashmasa, günahlar kılmasa, günahlardan tıyılıp dursa, raca kayavme veledathu ummuhu. Anadan tuğan yana sabi bala sıman koytaşak, günahsız kiliş koytaşak diye aytdı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah subhanahu wa taala hacılarımızın hacılarını kabul etsin. Kim mında qala qurbanlarımızı kabul etsin. Uzaqlamay qurban bayrami kelib jeta. Fırsatdan faydalanıp bayram bilan deb aytam. Mümkinçilik bolsa, nisabıgız bolsa qurban şallarga unutmagız, qurbanlarınız kabul bolsun oluruz. Allah Teala bu yıl bizga xotinim bilan hajga borgan nasiblardan qildi hamda bizga yengilliklarni bersaydi. Boshqa hojilarga va shuni tilib ya Rabbim boshqa bizning qilgan amallarimizni riyasiz amallardan etib qabullardan qilsaydi. Ya Rabbim esenlikda, eminlikda uylarimizga qaytaran nasib et. Allohning rizoligini olib bizning ida qolsa tuğanlarımızga da biz qaçqancha esenlikda, sog'likda yashab turib Alloh Teala nasiblardan qilsin. Barishga da assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.